Hürmetli vatandaşlarımızın ahırını davamlaştırırız. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump xizmat kutishgan bir hafta mobaynida nima qilaman desa shuni qildi. Jungoning ishi noziklashib qoldi. Mavzuli xabar 1-28 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 1-20 kuni qasam berib, rasmiy vazifaga o'ltirib, Amerika Qo'shma Shtatlariga yangi prezident bo'lib saylandi. Vazifaga o'ltirgan bu bir hafta ichida prezident Trump saylam davrida bergan va'dalari bo'yicha nima qilaman degan bo'lsa, shuni qildi. Bu albatta Jungo uchun yaxshilikdan darak bermaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump saylam davrida, raqobat davrida nima qilaman degan bo'lsa, u hozir Oqsaroyga kirgandan keyin shu ishni qilyotidi. Bu albatta Jungo uchun yaxshilikdan darak bermaydi. Amerikada nashr qilingan Forbes torbeti 1-27 kuni maqola e'lon qilib, Prezident Trumpning Jungo ish tartibi texmi noziklashib ketadigan bo'ldi deb ko'rsatdi. Maqolada bunday ko'rsatildi. Prezident Trump Prezident Trump eg'izli so'zlaydigan, amaliyotda amaliyleştirilmaydigan ishni qiladi deydigan gaplarni hamda unutib ketinglar. Nima deydi? Prezident Trump eg'izli so'zlaydigan, amaliyotda amaliyleştirilmaydigan ishni qiladi deydigan gaplarni hamda unutib ketinglar. Bir haftalik xizmat va bergan buyruqlardan Prezident Trump saylam davrida bergan va'dalarini amaliyleştirganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Masalan, TPP'den voz kechish, uning va'dasini ishga oshirgan oxirgi ko'rsatib, va'dasini ishga oshirganligini ko'rsatib berdiki, bergan va'dalarini qilcha o'zgartgani yo'q. Undaqda Jungo tarafda ish texmo noziklashib ketadi. Saylam davrida Prezident Trump Jungoning eksport tovarlariga 45% boj qo'yaman degan edi. O'xshashli bir vaqtda Germaniya davr haftalik jurnali Torbeti 1-23 kuni maqola e'lon qilib, Jungo rahbarlari uzundan beri Prezident Trumpning tahdidining qanchalik og'ir ekanligini tunib yetolmagan edi. Ozarbayjon Amerikada yangi prezident bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti saylangan Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning Jungoga qo'l soladiganligini tanib yetdi. Prezident Trumpning hujumi bu shior emas deb ko'rsatdi. Prezident Trumpning o'zidan burungi prezidentlarga o'xshamaydigan tarafi shuki, u Jungoning ogohlantirishlariga pisand qilmadi. Biz o'tganda bu to'g'ri so'zlagan to'q, bu yerda bu maqolaga, ya'ni bu abzasini naql qilib olibdi. Maqolada bunday ko'rsatildi. Jungo rahbarlari oxir tunib yetdiki, Prezident Trump saylam oxirlashgandan keyin hargiz to'xtab qoladigandek emas. U haqiqatan Jungoga qo'l soladi. Bu yangi xabarni yozuvchi shunday deydi. U haqiqatan Jungoga qo'l soladi. Saylam jarayonida Prezident Trump Jungoning pulni kontrol qilg'ich davlat ekanligi to'g'risida to'xtalgan. Prezident Trump xalqaro savdo sohasida Jungoni tanqidlab qolmay, Chavshan yadro qurollari va hakkerlar masalasida Jungoni tilga olgan. Janubiy dengizga talash tortish masalasi kelganda, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungo bilan bevosita harbiy to'qinish yuz berish mumkinligini chetga qoqmaydi. Dengizga talash tortish masalasi kelganda, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungo bilan bevosita harbiy to'qinish yuz berish mumkinligini chetga qoqmaydi. Iqtisodiy jihatdan qaraganda Jungo Prezident Trumpning so'zlarini haqiqiy jiddiy masala deb qarashi mumkin. O'xshashli bir vaqtda Amerikada nashr qilinadigan Davlat manfaati jurnali 1-25 kuni kun sayin yaqinlashayotgan Amerika Jungo to'qinishi mavzuliq maqola e'lon qilib, Amerika bilan Jungoning roli almashib qoldi. Hozir Amerika isyonkor Amerika bo'lib qoldi deb ko'rsatdi.
Amerikada näşr kılındıgan Döwlet Menfaati jurnali 1-25 günü gün sayın yıkılışıp atkan Amerika Jungo taqanyşy mawzulyk makale elan kılıp Amerika bilen Jungo'nun horoly almışyp kaldy. Hazır Amerika isyankar Amerika bolup kaldy dep görüşet. Makalada mundaq görüştildi. Prezident Trump hükümetinin yetip gelişinden Reis Xi Jinping çöçüp ketdi. Reis Xi Jinping sabah Prezident Obama'nın ünümsüz siyasetiga adatlanıp kalgan idi. Beijing Janubi Dengizde kanunsuz halda kengaymiçilik kıldı. Lekin sabah Prezident Obama hükümeti açıklanmaydıgan ve açıklanmaymo turmaydıgan bir halda cevap kaytırgan idi. Sabah Prezident Obama Reis Xi Jinping'i agahlandırıp derhal toxtat. Bolması yaman akıbat kilip çıkıdı dedi. Lekin Amerika herkes ameli hareket kollanmadı. Janubi Dengiz meselesi doğrusudur sözlewatydy. Sabah Prezident Obama'nın şu vaqt kollangan siyaset doğrusuda hazır Döwlet Menfaati jurnali sözlewatydy. Prezident Trump'ның saylandı galbe kılışı, Amerika bilen Jungo'nun rolünün olmuş kalganlıkıdın Jungo ensireshke başladı. Kısıkça Washington isyankarga aylandı. Beijing'nin acizligi näde bunu küzetmekte. En jihatdan aytganda bu iş Jungo'nun adeti idi. Jungo Soda ticaret stratejisi mavzularida Amerika'nın aciz taraflarini çekip bakattı. İğvagarçılık şeklinde özünün gün tertibini ilgiri süretti. Onundan keyin asta çekinip çıkıp bevasıta tokunuştan saklanattı. Bu anane Jungo'nun ananesiydi. Hazır bunu Prezident Trump işiltiwatydy deydi. Endi hazır Washington Jungo'nu çekişke başladı. Bu jarayonda Amerika Jungo münasibeti tokunuşga yetip gelişi mümkün. Ahırda makalda mundaq görüstildi Döwlet Menfaati jurnalının makalısıda. Jungo'da kalaymakançılık tugduruş. Däl Prezident Trump hükümetinin karşılaşış stratejisi arkaly yetmekçi bolgan maksadidir. Dikkat hörmetli vatandaşım Turan efendim deydi. Döwlet Menfaati Amerikada näşr kılıngan Döwlet Menfaati jurnal ahırda makalının nim deydi. Jungo'da kalaymakançılık tugduruş. Däl Prezident Trump hükümetinin karşılaşış stratejisi arkaly yetmekçi bolgan maksadidir dep görsetdi. Makalada Döwlet Menfaati jurnal Amerikada näşr kılındı. Demek hörmetli vatandaşım Turan efendi dikkat kıldınız ki biz uzundan bir sözlep keliwatkan mesela Jungo Amerika münasibet doğru sözlep keliwatkan zaten neme iş bulundu degan sözlerini bugün siz bilen biz emas siz bilen bizden burunrak Amerikada näşr kılıngan Döwlet Menfaati üzü oturup koyupdy nim deydi. Stratejik karşılaşış Jungo bilen karşılaşış arkaly yetmekçi bolgan maksat Jungo'nun içki kısmını kalaymakanlaştırış. Mana bu bir stratejik siyaset.